Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi 2106 moshasi 89-yil. Okalar mashina holati zo'r holatda turibdi. Injektor 6 motor okalar ko'rishingiz mumkin. 0 litr o'yna va ko'ylak qo'yilgan. Yumshoq balolargacha ham qo'yilgan. Balonlar ham zo'r holatda. Salon qismini okalar ko'rib chiqsin. Salonlar ham zo'r, akkuratli holatda turibdi. Mashinaga yaxshi chexol, ko'ri poli, magnetofon kolonka, xo'p, mes deflektorlar qo'yilgan 80 talik temir gaz balonlargacha ham uстановка qilingan. GP ruxsatnomalarigacha ham bor. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Kraskasiga keladigan bo'lsa, okalar, ikkita yon tomonida bor ekan, old orqalar pechat, uzun uchun bir qator bonusni tekshirtirib, notarsda pul sana bo'laveradi. 50 partiyada sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Narxini okalar sizlar olmaza qilmayishini uchun $1550 baholandi. $1550 ga 89-yil minishga tayyor texnik tomonlama hech qanaqa muammosi 2106 moshasi. $1000 puli borga egalar bilan kelishilgan holatda Nexia savdoga ham chiqargan. Telefon qilib barik qilishinglar mumkin okalar.